Taksi haydovchisi odatiy kunlarda. Taksi chiqarmikan hozir? Voy. Studentlarim, bolajonlarim uyga qaytyapsizlarmi? Yo'l kira nech pul ekan amaki? Bizda aksiya-ku 99 mingdan. Qizlarga ham shuncha. Siz yarmini bersangiz ham bo'laveradi. Ketdik. Yana bitta odam olamizmi? Qachon biz 4 kishi olganmiz? 4 kishi bo'lish shart emas. 2 kishi orqada mazza qilib ketaverasizlar. Yo'lda to'xtab ovqatlanib olarmiz amaki? Ovqatlanamiz kanishni, sizlar ham student, men ham talaba bo'lganman-ku. Pirashki yeb ketaveramiz. Ketdik. Meni pulim naqd amaki. Meniki kartochkada. Kartochka? Voy, farqi yo'q. Kartochkadan ham to'lasanglar bo'ladi, перечисление qilsalaring ham bo'ladi. Ketmasak bo'ldi, voy. Ketdik. Amaki, biz har xil joyga boramiz, maylimi? Qanaqa joyga? Men Namanganga. Men Anjanga. Men Sirdaryoga. Yo'lim ekan u, bitta tashlab ketaveramiz. Ketdik. Taksi haydovchisi bayram kunlari. Assalomu alaykum amaki. Amaki nima meni? Dadangning akasimanmi? Yo'l kira hali ham 99 mingmi? 99 minglik aksiya, u boshqa kunlari aksiya bo'ladi. Bugun askiya bo'ladi. 299 ming. Sizlarga skidka bormi? Qanaqa skidka? Hammaga yo'l kira bir xil. Yo, shohingiz bormi? Bizda gender tengligi. Amaki, salgina shoshayotgandik. 3 ta bilan ham yuraverasizmi? Men bitta bilan yuraman, lekin 6 ta yo'lovchi olaman. Bagajda ham 2 ta joy bor-ku. Yo'lda to'xtab pirashki yeb olarmiz a? Qanaqa pirashki? Pirashkini studentlari edi. Biz to'xtab kakpaloshni, qozon kabobni, bir osh bosh yemasak joyiga kelmaydi. Aka kartochkadan to'lasak ham bo'ladimi? Kartochka, qanaqa kartochka, martochka, faqat naqd 50 mingtalik ham olmayman. 100 mingtalik, 200 mingtalik to'laysan faqat, tushundingmi? Bo'pti, student ekansizlar, ko'nglim bo'sh, o'tiringlar, ketdik. Ketdik. Ish qilib hamma bitta joygami? Ha, pashti bitta joy. Bu orqa mahallamizda turadi, bu qo'shni mahallamizda turadi. Qo'shni mahalla, orqadagi mahalla. Bitta mahalladan yig'ilib kelinglar, ey. Joyga tegib, olmayman odam. mast ayladi, sarmast ayladi. Peshkom ketamizmi endi? Ketmay qo'yarakmikan? Men ketaveraman, amaki bagajni oching.